Bugun sizlar bilan navani cho'miltiramiz. Buning uchun bizga gellarda o'sha zubная pasta, zubная щетка va bitta mushuk kerak bo'ladi. Ovozni o'zgarishiga diqqat bilan ahamiyat beringlar. Nimaga unaqa qilayotganimni hozir tushunib olasizlar. Mana sizlarga чистый лайфхак. Buni spetsial ovozi bilan olaman, потому что miyovlamayotganini ko'rasizlar-da. Tirnoq otganinglarda, cho'miltirayotganinglarda mana shunaqa bo'yin qismiga tanishlar buni. Bo'yin qismiga zakolka qistirib qo'ysanglar, xuddi onasini eslatgandek bo'lasizlar-da. O'shanda aqlli bo'lib o'tiradi. O'zi qonun bo'yicha nimada cho'miltirish kerakligini bilmadim, lekin men uni o'zimni gelda dushamda cho'miltiraman. Meni tanamga yoqadi, menimcha uni ham kal qilib qo'ymasa kerak. Yuzini esa mana shunaqa qilib sekin yuvib olaman. Bu spetsial hayvonlar uchun mo'ljallashtirilgan zubdan pasta. Bunday qilganda labi ko'tariladi, shuni hisobiga tishini yaxshilab yuvib olaman. Bu yerda xuddi qiynayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin u hech qanday qiynalayotgani yo'q. Mushugimni tishini doim baliqli mahsulotlar iste'mol qilganda, cho'miltirganimda yo'qman, doimiy tarzda yuvmayman. Men sizlarga yana bitta haq ko'rsataman. Bizga ligurka idish kerak bo'ladi. Men mushugim kichkina bo'lgani uchun mana shanskinni korobchkasini tanladim. Chelak qilsanglar ham bo'ladi, lekin bizda hamma chelik katta ekan. Ichiga любой bitta material yoki kiyimlarni solib olasizlar, shu mushuginglar pitirchilamasligi uchun. Естественно, suvga tushgan mushuginglarni ham solib olasizlar. Bizga bitta ishton kerak bo'ladi. Korobkani og'ziga kiydiramiz. Bu yerda ko'rganinglardek, korobka juftalik qildi. O'shaning uchun baribir cheligiga solib quritdim. Joni qoqima uzun qiladi. Issiq sanga basharangga issiqdan borsin. Bizda shimni uzunroq qildik, chunki men bu shamol sirasi unga yetib borayotgani uchun pitirchilayapti-da. Agar uzunroq qilsak, uzoqroqdan sekinroq shamol boradi, qo'rqmaydi ham mushuk. Nega aynan shimligini sababi bu yog'idan havo kirib, bu yog'idan chiqib ketadi. O'shanda mushuglar dimiqib qolmaydi. Agar buni ustini yopmasdan filmda birinchi quritsangiz qanaqa bo'ladi? Ay, tirnab tashladi. Bu hayot uchun xavfli, o'shaning uchun lifehackdan foydalaninglar. Bu men o'qitimda o'tgan narsa. Bu protsedurani qilganingizdan keyin mushuginglar ozgina uspokoyitsa qilishini kutishinglar kerak. Keyin ochasizlar, bo'lmasa hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Men tishlab oldim. Hozir mushugimni raspakovka chek qilamiz. Tadam!